Shoptolga qiziqqan do'stlar, videoni o'tkazib olmanglar. Big Ben degan shoptolimiz ana pishib yetilyapti. Ko'ryapsizlar, qora qizil bo'lib yetiladi. 2-iyun sanasida to'liq uzilishga keldi. Mana Patagonaga o'xshab ketadi. Mana ko'p tursa tepa tomoni tapalaq bo'ladi. Mana shu haqiqiy toza Big Ben bo'ladi. Qop-qora bo'ladi, shoptol yirik bo'ladi do'stlar. 2-iyun sanasida mana uzun terim paytga keldi. 1 kilosi 25 ming so'm, 30 ming so'm atrofida bo'lyapti. Ichki bozorlarimizda eksportga ham zo'r, ancha-munchaga yumshamaydi. Qattiq shoptoli. Kimga buni ko'chatib kelayotsa, ko'chatib serob noyabrgacha zakaz qilishlari mumkin. Chunki ko'chatdan juda serob bu shoptolimizni mana Big Ben boqilishlari Farg'onalik bog'bon xudo xolasa taklif qiladi. Mana yerga to'kilgandan ham ko'p do'stlar, qop-qora bo'lib yetilibdi. Mana Big Ben noyabrga tayyor bo'ladi shonli ko'chatlar do'stlar. Mana mashtab bo'lib shoptolimiz qop-qora bo'ladi. Darovatga zo'r do'stlar. Mana mashtab bo'lib video danaga ajramaydi, lekin sog' bo'lsa Farg'onalik bog'bonlar buni shonli ko'chatlarni xarid qilishlari mumkin. Noyabr oyida zakaz berishlari mumkin. 88 957 27 nomerdamiz. Danaga ajramaydi, lekin Big Ben ham zo'r shoptol do'stlar. Qop-qora bo'ladi. Mana etaklardan biri. Sog' bo'lasizlar.